hech qachon Dyson sotib olmanglar. Bu videoni ko'rmasdan. Boshimni yuvib chiqdim. Kelinglar, как раз shu tema haqida gapiramiz. Bilasizlar, mana ikkita Dysonim bor va multi-styler Dyson haqida mana bu videoda odziv qoldirgan edim. O'zi ikkinchi Dysonim, yangi chiqqan modeli haqida gapiramiz. O'zi Dysonni chiqargan erkakning istoriyasi juda ham qiziq. Albatta kirib o'qinglar. Men Dyson haqida juda ham ko'p orzu qilganman. 4 yil yo 5 yil bo'ldi. Juda ham zo'r, juda ham moshni, pilesoslari, boshqa narsasi. Mana bu ikkinchi olgan fenimni hech qachon sizga tavsiya bermayman. Agar sizni просто lishniy pulingiz bo'lmasa. O'sha fenning reklamasida bizga производитель aytayaptiki, siz ho'l sochingizni shunday fenni ichiga qo'yasiz va u sizga quritib beradi. Yo'q. Bu unaqa emas. Sizlar men bilan sport qilishlaringiz mumkin, lekin qaranglar. Fishka в том, что bu fenni chiqargan paytlari, tipo все, boshqa qanaqadir 100 marta движениялар qilmaysizlar, shunday tiqasizlar, shunday tekislab olasizlar sochlaringizni. No, по факту 60-70% sochingizni yaxshilab quritishingiz kerak. Endi faqatgina u fen sizni sochingizni tekislab yanada yaxshiroq quritib beradi. Albatta, u fenni tekislaydigan joyiga emas, uchda fen tipo funksiyasi bor, u bilan quritib, keyin tekislashingiz mumkin. U fen qaysi qizlarga, kimga to'g'ri keladi deb so'rasalaringizlar, kimni sochi jingalak, baribir xohlasa, xohlamasa tekislaydigan qizlarga to'g'ri keladi. Agar o'shanga ham $400 bo'lsa. Stylerning narxini ko'p kishi u videomda so'radi. Bu где-то 750-800 esimda yo'q va hech qachon aynan shu fenni olganimdan pushaymon emasman. Всем пока.